Assalomu alaykum. Olmaylar, hammaga yaxshi kayfiyat. 2026-yil 2-mart kuni, bahorimizning 2-kuni. Toshkent vaqti bilan soat 4 bo'pti. Har doimgidek tankdaman. Uzunda. Hozir ishlamasman. Oxirgi kun 27-fevralda video qo'ygan ekanman. 3 kun o'tgan bo'lsa, 28-fevral kuni ayolim bilan men farzandli bo'ldik. Ikkinchi farzandimni ko'rdi. Toshkent shahar Sog'liqni saqlash vazirligi hokimiyati boshqarmasi shahar 4-sonli tug'ruqxona. Ikkinchi farzandim tug'ildi, birinchisi kardishda tug'ildi, ikkinchisi mana bu yoqda. Allohga shukr. Ikkinchi marta yana ota bo'ldik. Qo'llab-quvvatlayotgan podpischilarga hammasiga rahmat. Har doim qo'llab-quvvatlaysizlar, like bosasizlar, podpiska bosayotganlarga hammaga rahmat, alohida rahmat. Ro'za Ramazon kunlarida hozir ayolim ham yaxshi, bolam ham Xudoga shukr, Allohga shukr, veslari hammasi yaxshi. Endi bu ham hozir bitta tarix bo'ladi. Esdalik olib qo'yganman. Balki 5 yil, balki 10 yildan keyin eslab shu videoni ko'rarman balki. Kimgadir tarix bo'lib qoladi, kimgadir esdalik. Endi aytmoqchi bo'lganim, yurtimiz tinch bo'lsin. Xudo xolisa bahor oylariga mana kirib keldik. Osmonimiz musaffo, yurtimiz tinch. Dasturxonlarimiz to'kin bo'lsin. Hozir sal ko'ryapsizlar, dunyoda sal notinchlik bo'lib turibdi. Xudo xolisa O'zbekistonimizga ko'z tegmasin. Hamma joyimiz gullab yashnasin. Farzandlarga yaxshi o'g'il qizidan bersin Allohim. Kuzatishda davom etinglar. Like'larni ayamaymiz.